Xotinni ham xoli qo'yaylik, qizlarimizni ham xoli qo'yaylik. Ovqat qilmasdan kelib yoqqa o'tirchi, yarim soat qolibdi iftorlikka. Bir payg'ambarimiz alayhisalom haqlarida gaplashib, sahobalarni bu holat haqida gaplashib o'tiraylik. Ey Robbim deb turib yarim soat duo qilaylik. Ona duo qiling, mana 5 daqiqa qolibdi. O'g'lim Alloh gunohingni kechirsin. Yig'lab yormaysizmi, onangiz gunohingni kechirsin deb turibdi. O'g'lim topganingga Alloh barakot bersin. Otangiz duo qilyapti, o'g'lim jannatga kirishni hammamizga nasib qilsin. Yig'lab yormaysizmi? Otam duo qilyapti, jannatiy bo'ldi. Bu duo so'zsiz ijobat-ku. Nurg'ash go'daklar turibdi, sizlar duo qilinglar. Otajonim topganingizga Alloh barakot bersin, hajga boring, umraga boring desa, bilgani shuda. Yig'lab yormaymizmi mazza qilib? O'sha duo ijobat bo'lyapti o'sha soatlarda. Telefon o'ynab o'tiradi, klip tomosha qilib o'tiradi, qachon bo'lar ekan deb o'tiradi. Kerak emas. Onalarimiz ham ovqat pishiradi, xotinlarimiz ham ovqat pishiradi, qizlarimiz ham ovqat. Ummat bo'ldi, ovqatdan sal uzoqlashaylik ozgina. Demak, mana shu biz uchun yaxshi. Ramazon kirib kelyapmizmi? Ramazon eng muborak oy. Biz bu oyni g'animat bilishimiz kerak.